Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Bugun sizlar bilan juda ham foydali bo'ladigan, to'g'ri ovqatlanadigan insonlar uchun PP salat tayyorlaymiz. Bismillah deb boshladik. Yarim bog'dan ukrop, kashnich to'g'rab soldim. Bitta pomidor, bitta bodring soldim. 4-5 ta chesnok, 6-7 qoshiq qatiq soldim. Albatta bu salatni tez-tez tayyorlab yeb turishingizni maslahat beraman. Juda ham foydali salatlardan biri. Qonni suyultiradi va juda ham hamma ovqatlar bilan juda ham mos bo'ladi. Ana endi 150 ml to'g'ri go'shtini qaynatib olgan edim. O'shani suvdan soldim. Bitta katta osh qoshiqda limon suvi va tabga ko'ra tuz soldim. Tuzni qarab solinglar. To'g'ri go'shtini suviga ham, ya'ni tuz solganman, shuning uchun ozgina soldim, sho'rib ketmasligi uchun. Aralashtiramiz va tanovul qilamiz. Ta'kidlaganimdek, juda ham foydali salatlardan biri. Mayonezsiz, yog'siz juda ham foydali. Ozgina vazn ko'p insonlarga ham juda ham foydali, vazn tashlashga ham yordam beradi. Albatta bu salatni tez-tez ko'p tayyorlashni, tanovul qilishni tavsiya qilaman. O'zim ham shu salatdan ko'p tanovul qilib turaman, shuning uchun kanalimga ham qo'yib qo'yamanki, foydali bo'lsin deb. Ana endi bu salatni oldiga to'g'ri ovqatlangan insonlar uchun yog'siz taomlar bilan iste'mol qilish mumkin. Men turistskiy pilav tayyorlagan edim. Shundan sizlar uchun ko'rsatdim va kanalimga pilavni ham video holida qilib joylab qo'ydim. Albatta kanalimdan topishingiz mumkin. Aziz obunachalarim, qalbi go'zallarim. Bilasizlar, har doim kanalimga video joylasam foydali bo'lishini xohlayman. Bittalab tushuntiramanki, noto'g'ri bo'lib qolmasin, masala uvol bo'lmasin deb. Shuning uchun tayyorlab ko'ringlar. Sizlarda qanaqa chiqdi, sizlarga yoqdimi bu salat, shu haqida javob yozinglar. Albatta, bu taomlarimiz, salatlarimizni quvvati ilm va ibodatga bo'lsin. Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Keling birgalikda mana shunaqa osongina tamadi uchun sosiskali lavash xamirdan bo'lgan mazali yegulik tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Lavash xamirini olamiz, sosiskani katta kichikligiga qarab mana shunaqa kesib olamiz. Mana sosiskalarim shu kichkinaroq ekan, o'rtacha kesib oldim. 12 ta dona chiqdi. Samarqand siridan ishlatdim. Shunaqa qilib kesib oldim, ulab oldim, kichkinaroq ekan. Ko'rganingizdek qilib, chiroyli qilib lavash ichiga o'raymiz. Oddiy suv yordamida lavash xamirini yopishtiramiz, qizijonlar. Juda ham oson, balkim tayyorlab ko'rgandirsizlar. Men o'zim oilamga endi tayyorlab, kanalimga chiroyli qilib gapirib, tayyorlashlarini joylab qo'yganman. Keyingisini ham shu holatda 12 tasini chiroyli qilib to'kib olamiz. Ana aziz qalbi go'zal qizijonlarim bilishadi, kanalimda bittalab tushuntirib joylayman videolarimni, vaqti ham uzoqroq bo'ladi. Yoz qizchalarimiz yangi oshxonaga kirgan, yoshi kattami, kichkinami, kim bo'lishidan qat'iy nazar tayyorlaganda qiynalmasligi uchun bittalab tushuntirib qo'yaman. Ko'rganingizdek 12 tasini mana tayyorlab oldim. Endi oddiy 2 ta tuxumni chaqamiz, tuz sepamiz. Yaxshilab aralashtiramiz qizijonlar. Tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali, tezda tayyor bo'ladi. Albatta, yosh bolajonlarimizga juda ham yoqadi. Tuz sepgandan keyin tuxumni yaxshilab mana shunaqa vilkada uzib yuboringlar. Shunda ko'proq lavash xamirlariga yetadi. Oddiy plitada pishirib olaman, o'rta olovda yog' soldim ozgina, ko'p sovurmanglar. Sekin-asta ko'rganlaringdek, har bitta lavash bo'lakchalarini, ya'ni sosiskachalik lavash somsachalar deymizmi, yegulikka bittalab mana shunaqa qorab tuxumga o'rta olovda 4 ta tarafini bitta aylantirib qo'rib oldim, hamma yog'i qizarib pishishi uchun. Aziz qalbi go'zallarim, qizijonlarim, bu video YouTube'ga joylanayotgan vaqti 19 fevral 2026 yil, bugun Ramazon oyining 1-kuni. Sizlarni hammalarni obunachilarim va mehmonlarimni muborak Ramazon oyi bilan tabriklayman. Allohim bu kunlarga yetkazganiga shukr. Shuning uchun men iftorgi dasturxoniga mana shunday aziz kichkina bolajonlarimga, ro'zadorlarimga xursand qilish uchun tayyorlab beryapman. Og'iz ochganda mazza qilib duo qilib yeb olishadi. Sizlar ham albatta tayyorlab beringlar. Boshqa kunlarda ham nonushta uchun yoki yengilgina tamadi uchun albatta juda ham yaxshi tanlov bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Mana endi sovoldik tovaga siqqanicha, keyingisini ikkiga bo'lib pishiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, ko'rdinglar, sovoldim. Endi bir yoq tarafi mana qizardi. Keyin yoniga o'giribman. Xullas shu bitta bo'lakchani 4 marta, ya'ni 4 tarafini sekin aylantirib qizartiraman. Ochilgan joylarini sekin yo'q forasida kichikitani tayyorlab ko'ringlar. Sosiskali bulchkalar ham bo'ladi, bilasizlar. Unda sosiskali bulchkada xamir ko'proq bo'ladi, sosiska sal kichkinaroq bo'ladi. Agar lavashda shunaqa qilib qorib, ya'ni lavashga o'rab pishirsanglar, sosiska kattaroq bo'ladi, lavash xamiri, ya'ni xamiri kamroq bo'ladi. Mana kichkina o'g'limga juda ham yoqdi. Ya'ni sosiskali bulchka pishirib berganimda xamiri ko'p, sosiskasi kamdir, chunki butun sosiska solsam ham, lavashdan shunaqa pishirib berganimda juda ham yoqdi. Tezda
tayyorlasa bo'lar ekan. Balkim yosh katta oyijonlarimiz, kenijolarimiz pishirib ko'rishgandir, ularga osondir, lekin man bilishadi. Endigina oshxonaga kirgan, balkim yigitlar, erkaklar ham pishirib ko'rishligi mumkin. Musofirda bo'lganlar ko'p yozishadi, rahmat opa biz o'rganib oldik deb. Shuning uchun ham bittalab tushuntirib, videolarim joylayman. Qizlarjonlar mana pishib tayyor bo'ldi. Sekin yog'dan olamiz va keyingisini yana siqqanicha solib o'rta olovda pishirib olamiz. Ko'rganingizdek yog'ni unaqa ko'p sovormaylar, ozginadan solib turish kerak bo'ladi. O'zi lavash yog' shinmaydi, lekin baribir ozgina yog'ni kamroq solib yog'dan qochganimiz yaxshi. Mana ko'rdinglar, 3tasini olib oldim, 3tasi salchet qizarmagan ekan, qoldirdim-da, keyingisi tovada joy bo'shagani uchun yana qorishtirib savoman shu holatda hammasini bir tekisda pishirib olamiz. Mana aziz qizajonlarim, qalbi go'zallarim. Albatta xursand bo'lardim kommentariyada mani qaysi shahardan tomosha qilasizlar. Kanalim va pishirgan retseptlarim sizlarga yoqyaptimi? Agar retseptlarim haqida tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol savol yozsanglar, javob qaytaraman. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Mana ko'rdinglar, yana 3tasi qoldi, qizargandagi oldik, joy bo'shadi. Keyingisini yana solib, ya'ni tuxumga bulg'alab, qorishtirib pishirib olamiz. Juda ham oson, tezda tayyor bo'ladi. Lavash xamirini xohlagan shakldagidan kvadrat chiqarish mumkin. Dumaloq shakldan ham men kattaroq uzuncha lavashdan oldim. Mana keyingisini soldim, qarasam yog' kamlik qildi. Ozgina soldim qizajonlar. Issiqligida mana ko'rasizlar. Sirlar shunaqa ajoyib cho'zilib chiqadi. Men Samarqand siridan ishlatdim. Albatta issiqligida. Ozgina sovigandan keyin yana isitib yesa ham bo'ladi, siri cho'zilib chiqadi shunda. Oila a'zolarimga mana iftorlik uchun tayyorladim. Hammaga o'zini idishga solib, ketchuplar bilan mazza qilib yeb olishdi issiqligida. Rahmat oyijon, qo'lingizlar ko'rmasin deb. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizajonlar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Agar mazali retseptlarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kanalimni tanishlarga, yaqinlarga ulashib qo'yasizlarga umiddaman. Yana bir bor Ramazon oyi muborak bo'lsin. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.